Ondan keyin juda ajoyib bo'ladi pagoda. Kechqurun kelgansiz ko'rasiz. Svet yonib turadi, hamma joyni chiroyli manzara bo'ladi. Ana u yog'ini o'zida cho'l. O kompressor, ham Turkmaniston. Turkmaniston chegara. Shavatmi? Yo'q, Shovot emas. Bu yo'q chegara. Turkmaniston. Xiva. Ano kalta minormi? Ha, kattaman. O'sha Amudaryodan Amudar sol yasab olib kelgan bular, sol yasagan. Solni qo'shni yog'ochlar bunday qo'yib turib, sim bilan bog'lab, kem o'rnida, kem bo'lmagan. U tarafdan bu tarafga o'tkazish odamlar foydalanish. Shu solni tagiga simola surtadi bular, simola. Saqich. Saqich Qora saqich. O'shani Orenburgdan olib keladi bular. Orenburgdan ikkita katta olib kelishadi. Simola olib kelib 4 tami 6 ta olib kelishadi. Katta saqichni. Bittasini eritishadi, ichidan bir xum oltin chiqadi. Xumda oltin chiqadi. Keyin bu kishi aytadiki, tillarni olib turib, Orenburgga olib boradi. Masradan saqich olgandim. Masradan oltin olganim yo'q deb. Mana buni olib qo'yinglar, bu sizlarning narsaning ichidan chiqdi. O tarafdagilar ham biz senga saqich sotganmiz, oltin sotganimiz yo'q. Xullas oltin qaytib keladi Xivaga qisqasi. Olib keladi, xonning oldiga boradi. Xonning oldiga boradi. Keyin aytishadi Feruzxon bo'ladi shu. Feruzxonning dadasi bo'ladi. Muhammad Rahimxon birinchi bo'ladi. Xo'p, nimaga? Xon hazratlari biz Orenburgdan mana shu simola olgandik. İçinden bir xum tilla chiqdi. Tillarni nima qilishni bilmay turibmiz. Olib borsam egalari bizniki emas deb aytdi. Borib keldim Orenburgga. Aytishdiki bizniki emas, bizdan emas u deb aytdi. Men sizga olib keldim. Xo'sh, nima qilsak xazinaga qo'shasizmi? Bu sizni ishingizda oldiga qo'yib qo'ydilar. Xon xo'shki muftiy bilan maslahatlashadi, o'sha yerda vazirlar bilan nima qilamiz? Xazanabonni chaqiringlar dedi, olsin tillar ish kerak ko'zda. U paytdagi muftiy, endi bizning muftiyimizga o'xshagan ulamo, bu kat xudo degan, boshqargan din. Pir bo'ladi, har bir xonni piri bo'ladi. Pir, duogo'y ustoz. Pir aytadiki, xon hazrat dedi, bu pulni dedi xazinaga kiritib bo'lmaydi. Nimaga kiritib bo'lmaydi? Bu pulni kirib chiqishi shubhali. Shubhali. Halolmi bu, harommi bu? Biz buni bilmaymiz. Xo'p, nima qilamiz? Buni shurmasa aytingki, shu mana shu Said Niyozni o'ziga bering. Bu bir Ichonqal'ada emas. Deshonqal'ada bir madrasa solsin, masjid solsin. Odamlarga bir foydasi tegadigan ish qilsa. Buni o'ziga bering. O'zi qilsa, bu bir xolis, pokiza, halol yeyib deydi. Aka shu qara kelishadi, bo'lmasa sen deydi o'zing dedim, Deshonqal'aga chiqasan, Ichonqal'ada joy bermaysiz, yo'q, Ichonqal'da joy bermaymiz. Puling shubhali. Tahorasi ichkariga kirgizishmagan o'zi hech kim. Har bir kishidan so'ragan, tahorating bormi yo'q? Yo'q desa, o'sha joyni tahoratingni ol, undan keyin ichkariga kirasan. Chiqarib aytadi, mana shu Deshonqal'ada bitta joy qilasan. Xalqqa manfaat tegsin. Masjid qilasan, madrasa qilasanmi? Maqsadki qorxona qilasanmi? O'shanda bu yerdan keyin o'sha Yolmonboy degan odamning hovlisi bo'lgan bu. Bitta beva kampirning hovlisi bo'lgan bu yerda. U ikki Yolmonboyning oldiga kiradi. Yerni sotib olish kerak deydi. Hovlingizni sotmagan, mana shu darvoza, mana pashshab darvoza deydimi? Bu darvoza asli qul bozor bo'lgan. Anaqalarni ko'rdingizmi ichkari? Bir tarafida ayol qullar, ikkinchi tarafida erkak qullar sotilgan. Magazin emas, u qulxona, qul bozor bo'lgan.
O'shanda darvozani oldidan qilmoqchiman. Ya'ni hovlingni sotdi. Yolmonboy bundan ham boy bo'ladi. U Yamandan kelgan, Yaman boy asli. Ha, Yaman o'shaning uchun ismi shu. O'sha Yalman deb biz hozir qo'shimcha qo'shaylik. Ha. Yamanlik boy bo'ladi. Qoraoz avlodlari hozir ham bor. Uyi mana shu yerda mana orqasida qolgan uyi. Men hovlim tillangi cho'ntagimga solib qo'y. Tillayman uyingni sot deb. Tillangi cho'ntagimga soldim. Siz bu seni puling, meni pullarimdan deyishasan. Bermaysiz, beraman. Manli hovlimni yarmini senga beraman. Ammo masjid qurasan faqat. Shart bilan beraman. Yarmini oladi, keyin beva kampirni oldiga keladi. Beva kampir qari kampir bo'ladi. Qari bo'ladi. Hovliga sot. Men buncha beraman, buncha beraman. Puling kerak emas, sotmayman. Endi ish bitmayapti. O'rtaga uni qo'shadi, buni qo'shadi. Ish qilib, kampir rozi qiladi, nima evaziga rozi qiladi? Kampir aytadiki, mayli, men senga uyimni hovlimni beraman, ammo bitta shart bilan. Qanaqa shart? Shu hovliga meni dafn qilasan masjidning ichiga. Shu yerda tilovatdan, shu yerdagi namozlardan, Qur'on tilovatidan savob yetib tursin keyin. Ana shu Yolmonboyni ham, o'zini qabri ham, haligi kampirning qabri ham, onasining qabri ham masjidning ichida ertaga ko'rsataman. Bu u tarafi madrasa qilingan, bu tarafi masjid qilingan. U Soyuz paytiga ham ishlab turgan. Urushlar paytiga. Qarang, endi hozir bular o'sha tillarni o'rniga ko'proq bunday savdo jihatdan yutibdi-da demoqchiman. Albatta. Siz anu bir sahoba aytadi-yu, jannatdagi bitta xurmoni evaziga uyimda haligi xurmo bog'imni sotdingiz, haligi ayoli ham yutibsiz savdoda deydi o'shanga. Eng fayzli savdoingiz bo'ldi, eng barakatlisi. Datqonmi nimada muftiy hazratlar hajda aytib berdi uni bizga. Shunda xo'sh buni ish boshlanadi. Xo'sh buni 2 yilda, 3 yilda minoralarni qilishadi. Boshlanayotgan paytda xon hazratlari o'zingiz bir duo qilib boshlab bering, bir duo qiling, bir buyuklarni olib keling dedi. O'sha muftiylarni olib kelib boshlaydi, kattalarning duosini olish kerak. Olib keladi, bitta ho'kiz so'yladi, qo'chqor so'yladi, ovqat qilinadi. Qani birinchi g'ishtni kim qo'yadi? Shu paytda muftiy hazratlari aytadiki, birinchi g'ishtni kim qo'ysinki, bitta ham qazo namozi yo'q odam qo'ysin. Qazo namozi yo'q. Tushunapsizmi, nima deyapsiz? Qani kim chiqadi? Endi yolg'on gapirib bo'lmaydi axir. Hech kim chiqmaydi. Hazrat dedilar, uni mana muftiyning o'ziga. Siz boshlang. Yo'q, men qazo namozim bor. Chiqaman. Ko'p tutdim. Hech kim chiqmagandan hazrat o'z Said Nasholikar hazratning o'zlari agar shu ruxsat bersa, men qazo namozim yo'q. Hozir kim chiqyapti shuni hozir? Hozir qazo namozim yo'q deydigan inson ismlar? Hozir yo'q degani Said Sholikor qurgan. Sholikor o'shani o'zini. O'zi chiqadi. Demak, o'zini nimasi? O'zi qazo namozi bo'lmaydi. Agar ruxsat bersangiz men chiqaman. Nimaga? Shu qazo namozim yo'q. Bo'pti, birinchi g'ishtni san qo'ydi. Xon hazratlari o'sha duo qilib, shu avlodlarga nima qilsa, alamasa hozir salkam 200 yil bo'lgan bu qo'ydi. O'zi sholik, o'zi tillarni topib olgan odam ham qazo namoziga o'zi bir fazilatli inson bo'lgan ekan. Bo'lmasa unaqa ish qila olmaydi. Bo'lmasa qayerda o'zi saqishda ichidan tillar chiqishi qayoqda-yu? O'shanda odam hozir qabri, onasining qabri, kampirning qabri masjidning ichkari tarafda qo'yilgan. Xonaqohga chap tarafda bitta eshik turibdi, o'sha eshikning ichkarida 3 ta qabr turibdi. O'sha yerga qabr qilingan, dafn qilingan o'sha. Bularning avlodlari hozir Xorazmda bor, avlodlar Xivada yashashadi. Avlodlar kelib Sholikor familiyalari. Sholikorlar sulolasi deb ular. Buni tarix shunaqa. Hammomni gapirib berishdimi? Hammom? Yo'q. Mana shu hammom, mana shu gumbazdan, ana shu gumbaz, kichkina gumbazlar bor. Bu hammom, eski hammom hisoblanadi. Bu xonning qizi bo'ladi, Anusha degan, qiz kiyimda yuradi, lekin o'g'il bola bo'ladi.
ikkinchi xotiradan bo'lib ular xondan kezishsa ish qilib ismi Anusha bo'ladi. Anushani ismi ham abadiy bo'lib qolsin. Buni ham avlod Anushani esdan chiqarmadi. Nima qilamiz? Bitta hammom qilib beramiz. Hammomga Anushani ismini qo'y. Anushaxon hammomi. O'sha yerda bir kun erkaklar, bir kun ayollar. Ammo payshanba kuni xonni o'zi cho'milgan. Bu payt hech kimni kiritishmaydi. Bir kun ayollar cho'milgan, bir kun erkaklar cho'milgan. Xo'sh, 32 ta xonasi bor, ammo lekin hozir ishlamaydi. Xo'sh, kanalizatsiyalari shunday ishlangan, hatto Yevropa mamlakatlariga kelib kanalizatsiyani qiymadan o'rganib ketishgan. Qanaqa qilib qilingan kanalizatsiya? Hech kim bilmaydi. Hozirgacha oxiriga yetib olganlari yo'q. Qanday ishlashini? Qanday ishlash? Hamma madrasalarning kanalizatsiya tashqariga chiqqan. Qanday chiqarilgan hech kim bilmaydi. Biladi, o'sha ko'milib ketgan, unaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan. Shuning uchun ishlamay turibdi. Xo'jamironni gapirib bergan, Kaltamironni gapirib bergan bo'lishlari kerak. Ha, nima, usta hali Buxorodan ko'rim xon degan. Bu nima jumani gapirib bergan bo'lishi kerak. Keyin bu Qozi Kalom madrasasi, Qozi Kalom madrasasi degan qozilar yetishib chiqqan, qozi degan hozirgi prokuratura. Qozi maktab, qozi madrasa bitkazgandan keyin Qozi Kalom. Shariy hukmlarini nima qiladi? Keyin Paxlon Ahvodda oldidagi madrasa ana. Xo'sh, madrasada bunga xo'sh, nima o'qigan Maxtumquli o'qigan, Maxtumquli shoir o'qigan mana shu yerda. Hindistonda premyer ministrlar bo'lgan Javaharlal Nehru, Indira Gandhi, yana bir narsa Gandhi bobosi Javaharlal Nehru mana shu madrasada o'qigan. Xivada 1800-yilda Islom bilim markazi hisoblangan Xiva xonligi 17-18-asrlarda 36 ta madrasada 12 tilda dars berilgan. 36 ta madrasada 12 tilda dars berilgan. Ana shu xulosa chiqargan qanaqa bilinmas chiqargan. Xiva shunaqa joy. Xonlarni oldingi, ayting. 50 nechta? 38 ta. 36 ta madrasa. 36 ta madrasa. Ishonqalada. Bu yer qoraxona bo'lgan. Mana bu kichikroq qoraxona. Bu yerda ishonqala bu, ko'rdingizmi? Bu ham madrasa. Polvon qori, bunda Qur'on yodlashdi. Qorilar chiqqan. Qorilar ikki xil qori bor. Qori bo'ladi, Hofizli Qur'on, Qori Qur'on, muattar qori. Qori Qur'on kim? Qori Qur'on Qur'onni yodlagan emas. Qur'onni tahajjud bilan o'qib bilganini Qori Qur'on deydi. Xatosiz o'qib bilgan. Qur'onni yodlagan odamga Hofiz Qur'on deydi. Ham o'qib, ham yodlab, ham ma'nosini aytib bergan odamga muattar qori deydi. Darajasi bor. Shunaqa. Shunaqa qori deydi. U qori tavjid bilan o'qib bilish kerak Qur'on. Aslida bizlar ham Qur'on o'qiymiz, lekin tavjid bilan o'qiymiz. Biz xatomiz tan olish kerak har bir narsa. Uni o'g'lim qori Qur'on madrasani bitkazgan, o'qiydi. Ana Qur'onni yodlagan odam Hofiz Qur'on. Ham ma'nosini aytib Shayx hazratlari dedi, masalan bu yerda arabchasini aytib turib, bu yerda shunaqa ma'no berib, sharh berib o'tadigan odam bu muattar qori. Ana shu darajalari bor-da. Shunda Xon hazrat biz tarafda Taqir degan joy bor. Taqir, endi shu mahallaning Taqir degan tekis qattiq degan. Xon avlodlari bolalariga to'ralar deb aytilgan. To'ralar xon avlodi. Oshiq o'ynagan bular, oshiq bilan qo'yni oshiq bor. Bilaman. Shani endi biz yosh paytimizda o'ynaganmiz biz. Ammo lekin bular tilla qo'yib o'ynagan. Tilladan oshiq qilib yutib olsa o'sha tanga bilan pul talab endi o'zlari o'ynaganda bolalar avlod ko'cha o'ynada. Feruz xonni
nevarasi Temurg'ozi To'ra. Hı. Bu oqqon bo'ladi bu ham 17-16 yoshda o'lgan bu. O'sha tarafda qabrda qo'ygan bu. Hı. Bordi ko'rsatib yuboraman, siz bir akangizga aytsangiz, ular Pedruchinichni yonida ekan deydi. Hı. Bana hollarni silsilasiga boring. Ha, buni aytaylik ko'rsatma qilamiz. Hamki Nurulla boyga boring mana deydi. Tashqaridagimi? Nurulla boyni ichkariga kirib ko'rdingizmi ichiga? Yo'q, u faqat kelib o'zi men ichan qilishini ichidan. Tashqaridan ko'rib ketgansiz. Ha. Ichkariga 1910-yilda Ural nemislarni evakuatsiya qiladi Nikolay Akinchi. Ha. Ular lampa olib keladi, elektrosess tokni olib keladi, lampochka olib keladi. O'shada qurib bergan o'slar. U qishki saroy. Ha. Ikki xotinlar bilan masjid qiladigan haromxonasi ham o'sha yerda. Ha. Hovuz bo'ladi, xon chiqib qarab o'tirib, qaysi ko'zi ham olma otadi, olmani shu tekkan oyog'idan qiz har ikki qabuliga kiradi. Ha. Kech haromxona. O'sha Nurlaboyga boring mana bek akaday. Keyin Pedruchinichi yonidagi nimaga boring deydi. Silsilaga. Xon silsilasiga. Hı. Shunday kirasiz, birinchi kira Davronbek degan yigit bor xizmatchi. Shunday kirasi buyuk zot. Said Mohiroyi Jahon hazratlari yotibdi. O'shanda keyin u yoq chillaxona oyoq uchida, chillaxonaga ikkita namoz o'qing. Hı. Chillaxonada albatta chillaxona nima bilasiz? Hı. Chillaxona nimaligini? Chillaxona. Chilla endi tushunmayman, chillaxona. Chillaxona. Xo'sh, qarang. Pahlavon Mahmudni u tarafida katta qabrlar bor. Hı. Odam yo'q unda. U chillaxona. Hı. Madrasadagi studentlarni, talabalarni 1 kun, 3 kun, 5 kun tiqib olishadi nimaga? Chillaxona. Ha, ha, u yerda chiqmay O'tiradi. Tushunarli. Faqat suv beriladi oz miqdorda. Hı. Ikki loviya beriladi, 2 ta, 3 ta, o'shani yeb, Hı. faqat zikri bilan o'tiradi. Hı. Namozlar ham qiladi, va chiqmaydi bu yoq tarafga. Bu dal e'tikofga o'xshagan narsa ekanda. Ana shu e'tikof o'sha narsa. Ha, E'tikofni chillaxonada qilishadi. tushunarli. O'sha buyukni oyoq uchida albatta borib ko'ring, juda bir ancha zavqli joy. O'zingizga bir ilohiy himmat yetadigan joy. Hı. Buyukni oyoq uchida chillaxonasi bo'lgan. O'sha buyukni chillaxonada o'tirib Zikr. darajaga ko'tariladi. Ha. Robita qilinadi, Hı. aloqa qilinadi. U olam bilan Hı. qibilga qiladi. Hı. Bularga yo'lni o'rgatish uchun chillaga tiqib olishadi. Studentlar o'shanga qarab zvona beriladi. Ha. Qanaqa? Tayyorlab pishirib. U paytda ota-ona puli rol o'ynamagan. Ha. Faqat e'tiqodi, qobiliyatiga qarab. Ana o'shani albatta ertaga boring. Bo'lmasa o'zim boraman. Hı, mayli. Keyin nevarasi keladi, Temurg'ozi To'ra keladi. Baba Isfandiyorning o'g'li endi. Hı. Baba, ha o'g'lim. Menga 4 ta oltin kerak. Oltin u paytda chaqa oltin bo'ladi. 10 tiyinlik oltin, Hı. 5 tiyinlik oltin, 15 tiyinlik oltin, 25 tiyinlik oltin. Hı. Hozir endi bizda Katta. 10lik oltin degan 10 chaqalik oltin. Hı. Menga 4 ta oltin kerak, chaqa kerak, 4 ta chaqa nima qilmoqchisiz? Uni oshiq yasamoqchiman quyib. Hı. Oshiq nima bular? Hı. Erkatoy nevarasi nima deyishni bilmaydi. Xo'p dedi. Bor ayt, xazinabon beradi. Babo bermaydi. Nima bermaydi? Siz xat yozib bermaguncha hech nima bermaydi u bizga. Haqiqatni qarangiz, qanaqa. Davlat tuzumi qanaqada qarang. Hı. Men qanaqa xat yozib beraman? 4 ta chaqanga ham xat yozib beradi. Yo'q, babo, iltimos yozib bering. Ishga yozib beradi. Meni kelasa oy maoshim hisobidan 4 ta chaqa berib yuboring men nevaramga deb yozdim, berib yuboraman. Hı. Xatni olib davomli Temurg'ozi To'ra Xazinabonni oldiga borib, Xazinabonni rasmlarini ko'rsatdilarmi xazinachini? Ha, ha. Ko'rdingizmi nimada? Arkning oldidagi muzeyga kirdingizmi to'g'risiga? Arkdan kirgandan keyinmi? Arkka kirgandan keyin bu tarafida xonning nimalari muzeyi bor. Ha, ha, taxtlar, nimalar. Ha, ha, ha. Keyin boradi, suratlari borda xazinachilar hammasi.
Nimaga keldingiz? Nima to'ram, nima xizmat to'ram deydi. Ha, to'rtta chakka nima qilmoq, ochib yasamoqchiman. Qani bering xatnomasi, shu mana kelsa oyga xizmat haqimdan, oyligimdan, oylik olganlar xizmatini. To'g'ri. O'zi boshqargan emas, xazinani. Kelasi safar oyligimdan, bu oyligimni hisobidan 4 ta chaqa berib yubor deb yozib bergan. Qog'ozni olib turadi, orqasiga yozadi, xon hazratlari kelasi oygacha maoshgacha yetaman degan garanti kafolatingiz bo'lsa, 4 ta chaqa berib yuboramiz degan. Kafolatni ko'rsating deb yozib beraman. Bobo bermadim yig'lab yuboradi. Ana shunaqa haqiqatparvarlik bilan, odillik bilan Alloh taoloni bilasiz, Qur'oni Karim asosida hayot kechirishgan. Islom Xo'jani kuyovi o'ldi Strada 1914-yilda. Buni asosiy Nikolay Pashani o'zi o'ldi Strada. Bu Sankt-Peterburgga borgan paytiga turklar bilan aloqa boshlaydi. Qurol sotib olmoqchi bo'ladi. Mustaqillik endi ular musulmon mamlakat. O'shalarga tenglashga bu ruslar yoqmaydi. Bu aytib 7 tilda bemalol gaplashadi. Forscha, turkcha, inglizcha, fransuzcha, ruscha hamma tilda gaplashadi. Ular aloqaga kirib ketishi ruslarni kontrrazvedkasiga yoqmaydi. Bularni nima qilish kerak? Ruslar o'ldirsa g'alayon ko'tariladi. Shuning uchun o'zbeklardan qotillar yollab turib 1916-yilda, 17-yilda Chamonda Shixlar darvoza. Xo'p, ana shu darvoza bor, ana. O Shixlar darvozasi shu. Ana kirib kelganimiz. Xo'p, ana shu. Ana Shixlar darvozasi. U taraf mahalla Shixlar mahallasi. Hozir ham Shixlar masalasi deyiladi. Shuna qabristonga chiqib ketayotgan paytda Islom Xo'ja o'ldirilgan. Hatto kinosi ham bor, kinosini ko'rgansiz. Ha, Islom Xo'ja. Ana bilsangiz, ana Buxoroda Fayzullo Xo'jayev ular bilan tengdosh bo'lganda endi ular. U yo'q, ular Fayzullo Xo'jayev Rossiya bosib olgandan keyin. Keyin. Ular O'zbekiston Kompartiya birinchi sekretari. Fayzullo Xo'jayev, Akbar Ikromov, Yo'ldosh Oxunboboy birinchi oqsoqol. Bular Rossiyadan keyin, chorrasi. Keyin. O'sha Islom Xo'ja o'ldirilgandan keyin temir yo'l kelmay qoladi. Temir yo'l Urganchgacha keladi. Shu 4 yo'lda qolib ketadi. Qo'sha darvozaga olib borishdimi, ikkita darvozaga? Bitta darvoza. Qo'shada ham borsa, hammasi bir yo'lda, mayt turgan narsalar bir yo'lda. Qo'sha darvozaga bittasidan poyezd kirib, ikkinchisidan poyezd qaytib chiqishi kerak edi. Ikki darvoza qurib, o'sha yerda ish chala qolib ketadi. Ish chala qolib ketgan Xivada oldin, Tosti zavod ham Xivada bo'lgan, un zavodi, mel kombinat, mesa kombinat, moloshi zavod, hammasi Xivada edi oldin. Ana keyin asta-sekinlik bilan Urganchga ko'chirildi. Agar temir yo'l kelganda ikkinchi Samarqanddan ham katta bo'lishi kerak edi. Bitta odam o'ldirilgani bilan ish tarix aylanib ketdi, ko'rdingiz? Xivani endi bular har nimasini xo'sh mana bu yerni dosh hovli, siz aytgan o'sha arava mana shu yerda. 10 metr chaproqqa kirib yursa, arava o'sha yerda turadi. Xonlarni kanizaklar bo'ladi, joriya bo'ladi, xotini bo'ladi. Xotin to'rtta. Kanizaklar qancha bo'lsa bo'laveradi. Ki joriya ham bo'ladi. Joriya endi sovg'a qilingan qizlar. Kanizak sotib olingan qizlar. O'shalarni xohlagani bilan xon xohlagan paytida qo'shilishga haqqi bor. Agarda homilador bo'lib qolsa, uylanadi keyin. Kattasiga javob beriladi, ketsin. 4tani almashadi. 4ta o'zi. Haligi nima-yu, o'sha 4tadan shu oyat tushirilganda o'z arablarda ham 10 ta, 15 ta xotin bo'lgan ekan u. Payg'ambar alayhisolamga nima qilamiz desa, o'zingizlarga yoqqan 4tasini nima qiladi? Qolganini javob beringlar dedi-yu, o'shanga qarab ular ham men ofitsialniy 4tasini javob bermagan, 4tadan bu yoqlarini o'ziga yaqin odamlarga sovg'a qilgan.
xon sovg'asi deb ular qayta kanizaklarni sovg'a qilgan o'ziga yoqmaganini, joriyalarni, lashkarboshlariga, o'ziga yoqqan odam xizmat ko'rsatgan odamlariga ayol sovg'a qilish ham urf bo'lgan. Magazin qul bozorda sotib turibdi-yu. U payt ayol buyum o'rnida ko'radi. Ana shunaqa tarix. Xo'sh, endi yana bitta tarix joyini aytamiz. Ana shu darvoza bor, mana shu darvozadan kirib kelgansiz. Kirib kelganingizdan keyin ertaga o'sha yerga biz ziyoratga boring. Boburjon, men bilaman, siz dinni e'tiqodingiz kuchli, taqvoingiz kuchli yigit. O'sha yerda payg'ambarimizning nevaralari Zaynalobiddin Imom Hasan hazratlarining o'g'li bor. Eshitganmisiz? Ha, eshitdim. Zaynalobiddin pirni qabri bor o'sha yerda. Ochiq turadi ertaga. O'sha yerdan bir darvozadan kirasiz, bir 200 metrcha chapga yurasiz. Bo'lmasa ertalab bomdod erta tursa men ko'rsatib qo'yaman. Ha, o'sha erta bila chiqsa bo'lar ekan. Bemalol o'zingiz aytib. O'sha ziyorat qilib ketsangiz, durust. Bu yerda endi avliyolar uchovlar qabriga bordingizmi? Yo'q, qabriga bormadim. Xo'sh, mushkul kishotga bordingizmi? Yo'q. Biz hozir shu ana Tilaychi bobo qabriga bordik. Dilaychi bobo dedi. Tilak tilab beradi. yo'q. Uni ham qabr ko'rsatishim mumkin, ertaga ko'rsatishim mumkin. Bu yerda qabr buyuklarning qabri juda ko'p. Ammo ko'pisining nomi yo'q, bilib bo'lmaydi. Bilib bo'lmaydi. Hattoki odamlar shuncha ertalab turib, bir erta bomdoddan kelib, aylansalar bir shunaqa shukuh, shunaqa sokinlik, bir duolar qilib, bir aylanib, Alloh taolo. Ho, ana bu yerda Abdol bobo pir. Abdol bobo kelingchi, bu minorni ko'rdingiz-a? Bu minorni pastida ana bu yerda ham bitta kichkina minor bor. Ana men bittasi minorga chiqdim. Chiqadigan minora bor ekan-ku. Kichkina yo'q, bu yerda chiqadigani yo'q, ana o'ringa chiqadi. Uzunchoq nimani ko'rdik, turibmi? Uzunchoq nimani ko'rdik, svet ekan. Ha, uzun. O'sha yerda Abdol bobo pir. Abdol bobo ism emas. Abdol bu avliyolik darajasi. Chilton, Abdol bular polkovnik, leytenant, starshina deganda ekan. O'zining ismi Zomchi bobo. Zomchi nima degan? Zomchi bobo degani bu kishi kasbga bor. Zomcha qovunni kichkinasini zomchi deydi biz. O'sha pishirib bergan avliyo karomat. Masalan, avliyo zot payg'ambardan nima farq qiladi? Aytingchi. Payg'ambardan avliyoning farqi nima? Payg'ambarlarga endi vahiy tushgan bo'lishi kerak. Keyin u shariatni endi mana har bir nabiy, endi har bir payg'ambar nabiydir, lekin o'sha nabiylarga o'sha vahiy tushgan bo'lishi. Uni shariat joyi qilgan bo'lishi kerak. Bu gapingiz ham to'g'ri asosan. Ikki xil payg'ambar bo'ladi. Nabiy, rasul. Ha, rasul. O'shani aytdim. Nabiy, oddiy payg'ambar, rasul, shariat joyi. kitob tushadi. Kitob tushadi. Isa payg'ambarga tushgan. Musa alayhissalomga tushgan. Davud alayhissalomga tushgan. Sallallohu alayhi vasallam Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tushgan. Bular rasul. Bular shariat bilan. Shariat nima bilan? Shariat kitob bilan. Ibrohim alayhissalomga ham varak tushgan, lekin kitob bo'lmadi. Xo'sh, avliyo bilan nabiy avliyo bo'ladi. Avliyo nabiy bo'la olmaydi. Nimaga? Avliyolarda mo'jiza bo'ladi. Payg'ambarlarda mo'jiza bo'ladi. Avliyolarda karomat. Karomat. Buni nimada o'qidim? Imom Azamdan nimasi bor? Katta fiqh. Tazkiratul avliyo? Yo'q. Fiqhul akbar. Shunda yozilgandi, har bir nabiy o'sha avliyo nima? Avliyo bo'ladi, ammo avliyo nabiy bo'ladi. Shunaqa ekan. Ana shunaqa bular, o'sha yerda Zomchi boboniki bor, unga Abdol bobo deydi. Bizda Abdol deb eshitiladi. Abdol lekin ismlari qayerdan bilding deb so'ragan siz mendan. Qayerdan bilding buni narsani? Men o'qimaganman.
işte biz bana bir şey masjidlarda kitob sotardik. Kitob sotardik. Masjidda diniy kitob sotgan. Qur'on sotishni biz boshlaganmiz Xivada. Eski kitoblarni, joynamoz, tasbih. Bitta koreyalik mehmon keldi. Qo'lida karta. Menga Zomchi boboni qabrini topib beringlar. Men Zomchi boboni eshitmaganman. U endi o'zi gapira olmaydi, ruscha amadagi переводчик gapiryapti-da. Şu masjid yoniga deb aytildi. Bu shuni atay shuning uchun keldi bu Koreyadan. O'sha tobi iltimos endi biz Aminota degan odamlar edi o'sha paytda. Aminota. Uni arxiv derdilar. Arxiv, Xivani arxiv. Kim, qachon, qayerda, kim bilan hamma narsani biladi 91 yoshda. Hammani pamyat shunaqa kuchli edi odam. Aytdim, o'sha o'tirgan odamdan so'rab beringlar deb ichkari masjidni ichkarini ko'rsatdi. Ayvonda o'tiribdi-da. Endi ikki ko'zi ham ko'rmaydigan bo'lib qoldi oxirgi 2-3 yil ichida. Ikki ko'zi ko'r odamlar tovushdan tanir. Biz endi bobomni bobosini tanirdi-da u bizdan. Bizning avlodimiz ham xonga yaqin avlod. Shunda Qorako'z bizning endi urug'imizning ismi Qorako'z deb. Urug' aymoq deydi-ku sizlar. Bizda ham bor. Nima? Endi mahallada o'zida falonchilar, pisonchilar bor. Endi o'zimiz bizlarga nimalar deydi? Naymanlar deydi. Nayman ana shunaqa urug'da, urug' aymoq. Bizda Qorako'z dedi, Qorako'z nima gap dedi. Tanidi-da mana. Aytib shunaqa mehmon kelibdi doda. Nima deyapti? Aytib Zomchi boboni so'rayapti. Men unaqa eshitmaganman. Desam, ayt dedi. Abdol boboni ko'rsatib yubor, Abdol boboni. Abdol deb o'rganami? Abdol bobo u avliyolik darajasi, asli ismi Zomchi bobo. Odam kitobiga ahli ilmda odam. O'shani ko'rsatib, o'shandan ko'rib Zomchi bobo. Hozir rasmlarni topib olishgan o'sha payt eski paytda xon asosan jumani o'sha yerda o'qigan. Shunaqa. Ularga hammomni gapirib berdi. Mana hammom u bir xil gumbazda darvozani ichi. Bu taraf ana madrasa, bu tarafi karvonsaroy. Karvonsaroy ko'rdingiz. Karvonsaroy ko'rdingizmi? Kirmadi-ku, tashqaridan ko'rdingiz. To'g'ri yo'l bo'lib to'g'ri bo'ldi. Ichkarisi katta, uni hovlisi, ichkarida katta hovlisi, bir 150-200 ga yaqin xonalari bor ichida. Ham savdo qilingan, ham shu yerda yashagan, chetdan kelgan savdogarlar tilla hisobida pul to'langan. Shunaqa bu tarix endi Xiva tarixi juda ko'p. Va shuni tarixi 36 ta xon bo'lgan. Ko'hna Urganchni Chingizxon bosib olgandan keyin butunlay vayron qildi. Hozir Turkmaniston hududida Ko'hna Urganch. Ko'hna Urganch o'sha Ko'hna Urganch o'sha. U Turkmanistonga o'tib ketgan. Nima uchun o'tib ketgan? Xorazmiylarni poytaxti nima uchun Turkmanistonga o'tib ketadi degan oddiy savol tug'ilishi mumkin, to'g'ri? Stalin degan ahmoq bo'lgan. U bo'lgan, nimaga bo'lgan? Etnik kelib chiqishidan qarab bo'lib tashlagan shunaqa. Asosiy sababi bormi? Jaloliddin Mangu berdi. Qochib ketgandan keyin Zakavkaziyaga boradi. Gurjistonni bosib oladi. Gurjiston hozirgi Gruziya shu. Eshitganman. O paytda u musulmonlar bo'lmaydi u yerda. Hamma musulmon kelgan Jaloliddin Manguberdi hazratlari bor. Bosib olgandan keyin malikasini xotirlikka oladi majburlar. O'sha yerda boshqa xuddi Bobur Andijondan Hindiston boshqa bo'lgan, boshqa o'sha tarafda qo'shin to'plab, kuchlayib qaytib kelib Xorazmdan quvadi keyin Chingizni. Askarlar. Bular o'sha tarafda ko'p nimalarni Gurji degani Gruzin degani. Unaqa tili ham shunaqa Gurji tili deydi-ku. Gurji tili deydi. O'sha Gurji ular asli Gruzinlar o'zlariga o'zlari nom qo'yib olgan ular. O'sha ham bosib olgandan keyin shularni alamiga
Xorazmni yo'qotib yuborgan. Stalin Gruzinmi? Jugashvili. Gruzin usta. Ham dedi, mana dedi o'lkamni bosib olgandan keyin bitta daryoni ustida o'tirgan. Musulmon bo'lasanmi? Ha, kes. Sunnat qilgan, o't. Sunnat qildi o'zi Gruziya. Ha, bu hozirgacha bu Gruziyada mana shu narsani haligacha eslashyapti. Asetinlar bor musulmon. Baskatin turklar bor, chechenlar bor. Ular hamma o'sha tarafda musulmon. Dag'istonliklar musulmon. Bular musulmonlik, o'sha Zakavkazda musulmonlik kirib chiqishiga asosiy sabablardan biri Jaloliddin Manguberdi. O'sha yomon ko'rgani hisobiga Xorazm davlati yo'qotib. Bizdeki Aral dengizidan Kaspiy dengizigacha, bu taraf Tyumen oblastigacha Rossiya, Qozog'iston hammasi qiyoqaligiga qaragan. Oradan Xiva Respublikasi bo'ladi-yu. O'shandan keyin Xiva Respublikasi bo'lgan emas. 1922-yilda bu yerni Rossiya bosib oladi. 1924-da Xorazm Xalq Respublikasi. Xorazm Respublikasi. Ana uni Stalin 26-yilda birinchi sekretarlarni chaqirib olib turib, hammasini otib tashlaydi. Xorazm ko'tarilmasin deydi. Xorazm Xalq Respublikasini yo'qotib tashlaydi birinchi. Ana keyin Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston, o'shalar Turkmaniston paydo bo'ladi. Kesib tashlab, kichkina qilib qo'yadi O'zbekistonni. O'zbekistonning ichida ham Xorazmni kichkina qilib qo'yadi. Eng kichik oblasti Xorazm oblasti. Marvgacha shundan qaragan. Marvgacha hammasi qaragan. Afg'onlar bir Uyg'urlar lekin Buxoroga. Qo'qon xonligi. Qo'qon. Stalin uni ham Xitoyga berib oldi. Xitoyga berdi. Uyg'urlar. Haligacha nima qilib xonligiga qaradi. Buxoro xonligi bilan eng kuchli hisoblanadi. Oltin koni bo'lgan. Ruslar 2 marta hujum qiladi. Xivaxonligini birinchi Aleksandr 3 degani bosib. 3 degan 2000 soldat bilan keladi. 1200 mi? 2000 soldat bilan keladi. Amudaryodan o'tayotgan keyin kirdingiz, Pahlavon Mahmudga kirdingizmi? Onkul eshikka o'sha qabri. Boqoto'xon paytiga keladi. Bular kim mehmon qilamiz deb bo'lib joylashtiradi 10-15 xonadonga. Kim Qirg'iy degan otryadi bo'ladi xon. Qirg'iy spetsnaz. Yalang'och urishadi ular. Ishtonki Qirg'iy 60 ta chaqqonlar. O'shani hammasi bir kecha so'yib tashlaydilar. Bir kecha so'yib tashlaydi. Pilta-miltiqlar shulardan qolgan. Paytda pilta-miltiq bo'lgan. O'q solib otib. Ana bular kimlar 1870-yilda o'zi Qo'qonni bosib oladi, Qo'qonni tekislab tashlaydi. Qo'qon bitta Xudoyorxon o'rdasi qoladi. Borganmiz Qo'qonga? Borganman. Men sekirganman. Bu yerda saroy ham o'zi hozir faqat restavratsiya qilingan ekan, o'zi eski rasmlarni qarasangiz umuman oldi qo'ygan. Keyingi Buxoroga keladi. Buxoroga keladi. Boramizmi? Boramiz. Şu yerda ham Avliyozor. Bular o'zi buyuklar hammasi, uncha-muncha belgi qo'yishmagan. Qori, Qur'on, ilm, ahli ilm. Oliy nasab. Bunun asosiy ahli ilm. Havuz asli. Oldin bo'lgan havuz. Saqlab mana shu yerga qarab turadigan odamlarni uyi bo'lgan, o'shaning shu uyini xizmatini qiladi. Shu oila. Oldin bobolarni tanidim, bobolar o'tirardi, ayollar o'tirdi. Dadasi hozir o'g'li o'tiradi. Qoraxona, Karvonsaroy,
masjid, quduq, yo'l qilib ketishadi. Biz bilan shu 3 ta narsa Sham Muhammad. Bu yer oldin oshxona, kafe, hozir muzey bo'lishdi. Husan Muhammad madrasa. Muhammad boy madrasasi. 1945-yilda qurilgan. Bu narsa Deshon qala hisoblanadi. Mana bu madrasada Sham masjid bu Polvon qori. Bu yerda qorilar tayyorlangan. Xo'sh, madrasada meditsina, geografiya, aqida ilmi, o'shalar bilan hammasi shug'ullanishgan. Buni yaqinda bunyod qilishdi. Mehmonxona endi bu kattalar bu yerdan ruxsat berilmaydi. Hech qachon madrasaga monument qilib turishligini mehmonxona qilishmoqchi. Arkasida katta Qozog'iston o'zi 1 gektarcha joyda 5 yilda 4 ular mehmonxona qilyapti. Lekin Qozog'iston nimalar biznesmenlar sotmoqchi yer o'zlari qilishadi. Bularni yaqinda qilishadi. Kattalarni birortasini ishiramay. Bu yerlarga uncha odam mehmonxona qurolmaydi. Bu yerlarni yeri har qaracha tilla hisobda mehmonxona yaqin bo'lgani uchun. Ya'ni nima Deshon qal'ani ham boshqatdan tiklab kelyapti ekanmi? Qal'ani tiklashyapti. Bu yil boshlashdi. Bu yil uylarni ko'chirib 1 milliarddan hammasiga pul beryapti. Ko'rib nimasi? Ana bu aytgan Qozog'istonni mehmonxonasi. Ana chekkasi, ha. Bu temir ichkarisi. Ko'rib bo'lsak bo'ladi. Ichkariga kiramiz yoki tashqaridan aylanamiz? Qarqos, qayerga tavsiya qilsangiz? Ichkaridan. Ichkaridan. Bu taraf qal'a faqat aylanib bu tarafdan keladi. Chon qal'a to'liq holda saqlanib qolgan. To'rtta darvozasi ham, o'zi ham saqlanib qolgan. Ammo lekin Deshon qal'a uni bir xo'sh 30%, 40% saqlanib qolgan. Uni ham odamlar uy qilib, nima qilib buzib tashlashga ko'psa endi o'sha uylarni olib tashlab, o'sha qal'ani hammasini 30%, 40% tiklashmoqchi. Qolgan baribir tarixda. Bular akam bir 5 yillik 6 yilda 5 yil 6 yil qilingan ishlar bular hammasi. Shu daraxtlar kichkina. Bu aytgan Said Niyaz Sholikor hazratlarining hammasi asli saqlanib qolgan. Xo'sh, nimaga e'tibor bering, minoraga e'tibor bering. 2 marta, 3 marta remont qilingan, o'zimizda ustalar remont qilgani bilinib turibdi aslida. Ha, nima qilgan? U tarafi asli o'sha. Ozgina qizg'ish bo'ladi bularniki. Ozgina qizg'ish biz remont qilganimiz ketaveradi. Ularni qatib turadi. Ammo lekin ularni qanaqa tarkibda ishlagan, qanaqa ishlov berilganligini haligacha uncha odam aniqlab bilgan yo'q. Qanaqa? Ularga naqshlar ham shunaqa. Biz aynan o'zida qilib ishlash olmadi. Voy mix urib qotiradi deyapsiz-ku. Bu biz hozirgi qilinayotganda mix ursa yorilib ketar ekan-da. Ana shunaqa. Uningkilar yorilmas ekan. Ana shu. Karvonsaroy, orqa qismi. Bu tarafi poli karvonsaroy hammasi. Bu madrasa. Bu karvonsaroyga ustunlarni ko'raman desang, ustunlarni yaqindan qilishdi. Ammo darvozasi o'zi. Asli. Xo'sh, bularga endi bu ko'pchilik odam asliga e'tibor bermaydi. Hozir shuna chekkaga zahkash deydi, sagar nima derdi? Zahkash oqova suvlarni chiqarish uchun. Qandak deydi, nima deydi? Dalalarini chetiga nima qilib qo'yishadi-ku?
anaqami? Nima deydi? sho'r suvni qochirish uchun. Artizan. Artizan qanday o'sha? Shunga o'xshagan. Suv bizda endi Izbir deydimi bu narsa? biz asosan yer sho'rli bo'lgani uchun sho'r bizda yer hamon. Hozir mana quduqlar qaziganda chuchuk suv Sho'r chiqadi. chiqadi. Yo'q, sho'r suv chiqadi. Hech bo'lmaydi. Biz ham hozir artizan quduqdan foydalanamiz, lekin biz distrlab olamiz, 7 ta filtrdan o'tkazib. Shu оборудованияmiz ishkada turibdi, filtrdan o'sib keladi. Distrlangan suv bilan bir xil bizning suvimiz. Yaxshidan filtrdan qo'yib qo'yganmiz. Qarang, e'tibor bering. Qayeri remont qilingan bilib turibdi, ko'rdingizmi? Ular qizil to'qroqmi? Ana qarang, o'rtasi ko'rdingizmi? Bu yerdagi suv bizga yaqin, suv yaqin. Shuncha zax chiqadi yerdan. Ana shu zax keslarni ko'mib tashlashdi-da. O'sha ko'mish hisobiga hozir o'zida turibdi, zax ketolmayapti. Xo'sh, shuni darvozamiz o'zi original, o'ziniki shu. O'sha paytdagi. Anaki remont qilgan joylarni mana ko'ribsiz, to'g'ri? Yuzi yopilmagan joyni aytyapsiz, sariq chiqishlar. Sariq qo'yishda remont qilingan. O qizg'ish tarafi, qiziq ko'pikki bir xil turibdi, remont qilinmagan. Bularni ham bularni bu narsa oldin ham bor edi. Bu aslida. Bular keyin ko'rdi. Shu yerda magazinchalar bilan ichkarida. Xo'sh, orqa tarafi, bozorga chiqadigan tarafi bo'lgan. Buni ochib qo'yishadi, lekin to'qqizda hozir ichkarida shu nima? Hunarmandchilik, kiyim-kechak, bu asosga chiqadi. Xo'sh, katta bayramlarimiz, mustaqillik bayramlarimiz, konsert, prezident kelgan bosh joyda bor. Me'yorlarni tepasiga almashtirishmoqchi edi, chiqisha olmadi. Katta kran olib kelib, kran ham qiladi. Bunimi? Tepasi o'sha keramika holatida aksini saqlab qoldi. Bu endi 1800-yillar, 1824 o'qidingiz Toshkentda bor. Bularni hammasi boshqadan qilingan. Hozir asli xivar 2500 yil bo'ldi. Ammo lekin topilgan narsalar 3000 yildan oshiqroq. Asli birinchi odamlar yashab kelgan. 3000 yildan oshiqroq. Baholar arxeologlarning o'zlari fikri bu. 3000 yildan oshiqroq qazilmalarda odam yashaganning izi bor. Bu tagini kavlayib qo'ydi, ozgina bu tomonga olib qoldi. Remont qilamiz, bu deganlar. Hozir olib qoldi, ko'rdingizmi? Kavlashda tagini. Ularda Silji qolgan. Silji qilib, yog'ochni ko'tarilib, shu yog'ochni ustiga qo'yilgan. Shuncha quvvatli, baxmat qilgan. Bu asosiy darvozasi o'zi. Mesela 4-chi darvoza Pashshop darvozasi, ya'ni bu Xorazm tilida qorong'i darvoza deydi. Aslida palvon darvoza. Bu xo'sh, bu Qur'on oyatlari ham yozilgan. Bu original yozilgan, almashtirish olmadimi, ko'rdingizmi? Boshqalarni almashtirishgan. Darvozasi ham aynan o'ziday qilib ishlangan, lekin bizni ustalar ishlagan. Bu haligi aytgan qulbozlar hozir magazinda bo'lib ishlayapti. Bu mayda ishlayapti. Darvozadan kirib kelganda Mana shu yerda turib, birinchisi tahoratxona hisoblanadi. Shu yerda aynan so'rashgan. Tahorating bormi? Tahoratim bo'lsa, ichkiga kirish. Endi hammadan ham so'rayvermaydi, endi aqliy ilmlardan so'ralmaydi. Begona kirib kelsa, so'raydi. Bu yerda asosan
boy badavlat insonlar, saroyda xizmat qiladiganlar, keyin xonni qarindoshlari bu yerda yashashadi. Ichkariga kirib qayerga boryapsan? So'ralgan har bir odam. Xonni arzga boryapman. Har bir nima so'ralib, undan keyin ruxsat qilingan ichkariga. Aytganimda ana shu hamma odam aytdim turgan ayollar ammo 4-chi payshanba kuni xonni o'zi chiqdi. Bu paytda xo'sh, buni ham oq masjid 350 yillik mana shu masjid bo'ladi. Buni lekin saqlab hamma o'raladi. Nimalar hammasi o'zi asli. Qarang, e'tibor bering, boshqa joyda bunaqasi yo'q. Ammo lekin tomni ochib yopishdi. Ammo lekin asli nimani o'ralarni o'zi asli qolgan. Kamoljon otangiz nima qo'shiq aytib, hop beri kelib chiqdi, tosh hovli mana shu. Madinaga chiqib azon aytilgan. Shu namoz. Endi bu eng birinchi masjidlardan. Xiva qal'asi aylantirib olinmasdan burun Echon qal'alar masalan 500 Qo'hna Urganch Chingizxon bosib olgandan keyin 1232-28 Chingizxon bosib olgan Xorazmshoh qochib ketadi. O'ldiriladi oila a'zolari. Jaloliddin Manguberdi ham qochib ketadi. Aytdim Gurjistonga ketadi. Guliston. Shundan keyin Xorazm shohlar deb aytilgan. U Eronning bir qismi, Afg'oniston, Balx qaragan hammasi Xorazm shohga, Uyg'urlar eng qudratli shohlik bo'lgan Xorazm shoh. Shuni bosib olgandan keyin markazi Qo'hna Urganch. Hozir Turkmanistonga qolib ketdi. Turkmaniston. Bular shu vayron bo'lgandan keyin 500 yillik tarixi bor Xivani. Shu taraf nima bo'lgandan keyin vayron qilingandan keyin Xiva xonligi paydo bo'lgan. Xorazm shohlik tugatilib, Xiva xonligi paydo bo'ladi. Xiva xonligini O'zbekxon birinchi. Bizdan O'zbeklarning asl kirib chiqishi O'zbek millati. U paytda Xorazmliklarni O'zbek deyishmagan. Xorazmliklar deyishgan. Xiva xonligi paydo bo'lgandan keyin O'zbekxon birinchi 36 ta xon o'tgan Xivada. Shuni men ikkita nimasini eshitdimda, shu O'zbekxon bittasi aytayapti, shu O'g'izbek degandan chiqib kelgan deydi. O'zbek asli o'sha O'g'izlar, turk O'g'izlar laqchasi bilan. O'g'izlar o'sha tarafga borib, bu yer asli Xorazmning shohning aholisi bo'lganlar. Ular ko'chmanchi bo'ladi, chorvadorlar bo'ladi. Bular keyin borib Chingizlardan qochib ketib kinosi ham bo'lib turibdi-ku, turk kinosi. Aytdi Xorazmliklarimiz asli deydi. Biz ota-bobolarimiz sizlardan o'shalar ko'chib ketib, o'shalar asosiy bular o'sha turkman yana ular asli turkman. Turkmaniston bu boshqa. Biz shu paytdagi o'sha millat o'zini turkman deb turkmanlar bo'lgan. Keyin ular turk millatini qilib o'sha Vizantiya imperiyasini Istanbulni bosib oladi bular. Qaytarib olishadi. O'shalar keyin Turkiyani asosiy bularni ildizi mana shu yerdan chiqqan. Erdo'g'on keldi. Men ota makonim deb aytaman. Ota makonim xalqdan o'tdi birinchi. Birinchi tushib, birinchi nimadan kelib, mana shu ota darvoza, bu asosiy darvoza-ku. Ota darvozani halqasini o'padi. Ota yurtimga keldi. Asli turklarning asosiy ildizi mana shu yerdan chiqqan. Bunaqasi til sizlar bilan Xivalikka o'xshaydi. Aynan ozgina farq qiladi. Ammo tushunsa bo'ladi. Tushunaman, shunaqa. Bu aytganda bor. Masjid kirib ko'rdingizmi shuni? Bungami yo'q, ko'rgan. Bu Juba masjidi 1000 yillik tarixga ega. Ana ustunlikni aytasizmi? Shu bo'ladi. Oldi tomon ekanda. Darvozalar o'ziniki original. Har xil madrasalar, hammasi. Hammali ustunlar har xil. Ha. O'sha.
endi u ko'pisini olib ko'p singandan keyin olib olishadi. Unaqa desak 1100 yillik tarix 10-asr bo'ldi. O yer 12-asr deb qo'yibdi. Asli 10-asr. 10-asrda nima qilingan? Kelib juma namozini o'qiyman. Mana shu masjidda o'qib ketgan Erdo'g'on. Bobolari ham nimalar ham mana shu yerda o'qigan uchun o'sha boboni jumani aynan o'shanga to'g'rilab, vizitni to'g'rilab jumani mana shu yerda o'qib, keyin qaytib ketdi. Ota yurtimga endi keldim. Ularimiz madrasalarga bitta boy odamlarga xon. Endi ular hamma ham qilisha olmaydi, hamma ham masalan bir quduq qazolmaydi, hamma ham yo'l qila olmaydi. Nima o'lgandan keyin man savob borib tursin. Haligi istasam, bular hammasi madrasalar, muzey qilib qo'yishgan bularni. Bu ham madrasa, unisi ham madrasa, unisi ham madrasa. Madrasalarda mana bu 26 tami 28 madrasa bo'lgan ishonxonalar, ishonxonalar o'zida faqat. 12 tilda, 13 tilda dars beriladi. Forscha, arabcha hammasini o'rgatiladi. Bu keyin din markazi bo'lgan, Xiva oldin, undan keyin din markazi Buxoroga ko'chadi. Buxoroda bu yerda xon, podshoh qanaqa siyosat olib borishiga qarab, ahli ilmlar, shunga ahli ilmga e'tibori bo'lsa, ahli ilmni talab qilinsa, ularni o'zi yashamaydi, ahli ilmni, o'sha mullalarni, imomlarni boqib turish uchun vaqf yerlar tashkil qilingan. Xonlikning yeri bo'lgan davlat mulki deydi-ku. Xonlikning mulki bo'ladi. O'shani hisobiga maosh to'lanib turgan bo'ladi. Uyiga moliga, mulkiga qarab pul to'lanib turib, ular davlat tarafidan ta'minlanib, ilm bilan shug'ullanadi. Bu yoq ilm faqat ilm bilan shug'ullanadi. Hozir unaqa kam-u. Hozir ham biznes, ham ilm. Bu aytganim qozixona mana shu yerda qozixona bo'lgan. Ustida o'sha xatlar original ko'rdi, oyatlar yozilgan. Uni naqsha emas, u oyatlar yozilgan. Oyat qonun ustuvorligi mana shu joy tasvirlagan. Qaziqalar. Bu asosan 905-yilda ishga tushganda yozilgan, qachon tushgan Alloh bilan, lekin qozilar mana shu yerda o'qitilgan. Qozi degan prokuror. Endi asosan o'sha haligi yuridik yuridik o'shalarda nimasi fakultet bo'lgan. Hozir bu odamlarning uylari, uylarini ikkitasini sotib olib, bittasini sotib olib mehmonxona qilib olishgan. Mirzaboshi restoran qilib olishgan oldin. O'sha o'zlarini odamlar, o'zlarini avlod qoldirib ular ish qilishgan. Bu yerda hozir qurilish qilishga ruxsat yo'q, hech qanday mashina, qurilish mashina kirgizilmaydi joylarga. Ishni faqat qo'lda bajar ham shunaqa samonlar bilan qilib qo'yishadi. Boshqa narsaga ruxsat yo'q. Bu rahmatulloh endi bir istisno tariqasida bu markaz bo'lgani uchun ruxsat yo'q. Ma bu arabasi haqiqiy Xiva arabasi nuqsasi bor. Yaqinda anaqa polvonlar sudraydigan bir qanaqadir musobaqa bo'ldimi? Bu yaqinda 10 kun 15 kun bo'lgani yo'q. Bir rasmlarni ko'rdim. O'shalar. Ustiga qop tortib olib sudrab. Abu Jaratga Paxon Mahmud hazratlarini ustoz hisoblanib Said Alovaddin pir. Paxon Mahmud Rayhonlarning ustozlari hisoblanadi. Oldin ziyoratga bu yerga kelib, men Paxon Mahmudlarga tavsiya qilinadi. Bir nima oyat, hadis yo'q, endi tavsiya. Büyükler. O'shda bitta bo'lib, o'ta yog'och qo'yib
qilingan ekan bu pastdan uzilish uchun. Ha? O zax Zax o'tmasin deb. tepaga yurmasligi uchun qilinadi. Zax o original o'ziniki u. Ha. Aynan aynan o'ziniki qilingan. Bu yer hozir bu yer madrasa bo'lgan, hozir restoran qilishgan. Ha. Men turistlar oldindan endi bu yer so'z paytida ham restoran. Quruq turmasidan foydalanish uchun davlat tasarrufida. Qahramon yaxshimisiz? Yolg'iz bo'lamiz. Bu yerda magazin bo'lgan, keyin bu arki yozgi joyidir. Yozgi joyi. Kalta minor. Bu lekin buni umuman nima qilishmagan, to'g'rimi? Buni ham rekonstruksiya qilishdi, tepadagi oyatlari o'zi original. Qur'on oyatlari yozilgan tepasida ko'rdingizmi? Ha, ha. Mana bunaqalarni almashtirishdi va 3000 yillikda mana bunaqalar. Qishlarni bularni almashtirgani o'zi ko'p tushdi yana. Ha. Eskisi chidamadi degan. O'ziniki turibdi. Ammo lekin rekonstruksiya qilingani ko'z tushdi. Bu yer arkasini ko'rdingiz-a? Ha, arkada. Yozgi qarorgoh. Bu zindon. Nima suratda bu asli zindonmi? Ha. Odam ko'rsatadi suratlarni qilib qo'yish. Hozir bundan aylanib iloji bo'lsa xonni uyga kirib ko'rishga harakat qilamiz agar qorovul qo'ysa. Ammo lekin ondan turistlarni qo'yishmaydi u yerga. U nimada bilsangiz katta mehmonlar kelsa qo'yishadi. Yana yaxshilab rekonstruksiya qilishgan qishki saroy. Qishki saroy asl saqlanib turibdi. Hamma joyi asl. Haramxonasi ham xon o'sha yerda qishda yashagan, xonalari, keyin nimalari marmardan ishlangan ranglar. Nemislar bu yerga Nikolay II bu yerni bosib olgandan keyin Sibirda nemislar qo'zg'olon ko'taradi. Bular hammasi asli mana bu. Hayotda yozilib, devorlari bu ham asli. Har bir nimada Qur'on oyatlariga o'rin berilgan. Bu yerda mehmonxona qurishgan hozir. Bu asli madrasa. Tepalari, nimalar, naqshlari o'sha original o'ziniki. Bu yerda shuni shunaqa suvoqqa ruxsat berilgan. Shifr qilishga ruxsat yo'q. Ichon qoladi. Hech kim qildirilmaydi. Mana desangiz aslida tarixni saqlab qolish maqsadi. Bu darvoza ham oldin yo'q edi. Biz 5-sinfdami, 4-sinfda qayta tiklashtirdik. Bu oldin yo'q edi. Darvoza o'rni bor, o'zi aslida qilib, mana bu xivani qartasi bor. Ichon qaladi bu. Chan qilaman. Madrasalar, ko'zingiz oldingizga karvonsaroy, ana yerdan keldik hozir. Alloh qulxon qurdirgan karvonsaroydan o'tib aylanib kelyapmiz hozir. Mana bu ota darvoza degan mana shu joy. Ota darvoza. Ha, mana shu yerga keldik. Tosh darvoza, bu yog'i bog'cha darvoza. Bog'cha darvoza bu tarafda. To'rt tomondan. Tosh darvoza, o'sha qorong'i polvon darvoza, ko'rdingiz? Tepadan. Polvon darvoza. Polvon darvoza dedi o'sha. Bu tosh darvoza bu tarafda. Mashinada kirib keldingizda, bu tosh darvoza. Bu tosh darvoza. Şimdi mesela aynen öyle koyup işletilmiyor. Ama şunu kadar kalkalım şimdi. Atayıptığın yakında. Hatta ben bakıyorum şu duman ağacı kullanmaya çalışıyorlar. Bu atadan çıktıyız abi bir taraf.
tomongami? Ha. Yo'q, bu tomonga chiqmadi. Bu asosiy mehmonlar mana shu tarafdan keladi. Ota darvoza katta mehmonlar xonni o'zi ham ishonqaraga kirib chiqadigan bo'lsa, mana shu darvozadan Asosiy kirib darvoza. chiqadi. Asosiy darvoza bu. Qalapuni hammasi saqlab qolingan, to'liq. Bu tarafda ham madrasalar bor. Bular madrasa dishonqalaga hisoblanadi. Madrasa. hammasi. Xo'sh, ayvonga chiqdingiz-a, ayvonga? Bu yoqqami? Ha. Tepagami? Ha. Yo'q, tepaga chiqmadi. O'sha yerdan qo'riqchilar uchun asosiy issiqlik nimalar xona охранasi uchun ishlatilgan. Bu yerlarni hozir mehmonxona qilib berishdi. Oldin ham qurilishlar ketyapti bu yerlarda. Endi asosiy boshqa biznes yo'q Xivada. Xiva zavod yo'q, fabrika yo'q, ishlaydigan narsa yo'q, ishlab chiqarish yo'q Xivada. Faqat turizmga xizmat qilinishi uchun asosiy mehmonxonaga urg'u berishyapti. Kelasi yildan endi xudo xolasa yana ko'proq biltirgidan kerak bu yil ko'proq keldi. Kelasi yil yana endi prezidentimiz o'sha asosiy turizm bilan Xivani Ko'payapti, Xiva ko'payapti. ha o'shanga nima qilyapti. Hozir bular mehmonxona qilishyapti. O'zlari chasti bularni hammasi. Yerlarni misol bo'rdek hovuz oldin bo'lgan. Hovuzda o'sha mehmonxona mana shu choyxona edi oldin. Biz yoshlik paytimizda cho'milardik kelib. Suvni Çankırı'da mana shu hovuzda ichishgan. Suv ariqdan kelgan, tinitilib, mana shu yerda ichishga olishgan. Bu payt hech qanday motor nima tashalmagan hovuzlarga. Mana shu hovuzdan suv ichilgan. Endi hozir suvlari buzilib ketgan, nimalari buzilib ketgan. Choyxona Limonlar yürüsünler. Bu hovuz xom paytida ham bo'lgan. Buniki ichini marmar qildi, u qildi, bu qildi. Ammo lekin o'zligini saqlab, o'rnini saqlab qolingan. Bularni hammasi mehmonxona qilib olishdi. Endi bu oqib turish kerak ekanda, baribir Oqib turish bu oqib turmasa buziladi-yu suv. Oqiradigan yo'llari bakam ketgan hozir. Boshqa ariqdan Amudaradan kelgan bo'lgan. Eng asosiy darvoza mana shu ota darvozaga mana shu yerdan kiriladi. Mehmon kelgan mehmonlar mana shu joydan kirib turadi. Stansiyani mana g'ildiragi mana shu bilan ishlatish. Bu masalan ot eshaklar bilan ishlatilgan. Mana shu issiqlik energiyasi bilan ishlaydigan mana Porsche'ni ham saqlab qo'ygan. Mana tutib turamiz ya Rabbi. Oyat Qur'on oyatlari yoziladi. Har bir eshikka Bismillahirrohmanirrohim bilan kiriladi, aytiladigan duolargacha hammasi yoziladi. Eski tepalari ham naqsh bo'lgan, naqshlar tushib ketgan. Ishtiba qo'yishdi. Hammasi koshin deydi bizda, koshin bilan ishlatilganda, eshiklar ham koshin, oq joylarda ham koshin bo'lgan o'sha yerlarda hammasi. Hozir bu yerda ofislar nima bor, bir ikki ofislar ishlayapti. Ichkariga muzey emas bu yer. Bu yer ofis sifatida ishlatiladi. Qarang, haq o'zi past yemiryapti. Bu elektrostansiyaning divizor, asosiy divizor bu ot nima bilan aylantirilgan? Ot eshaklar bilan harakatga keltiriladi.
harakatga keltirilgani hisobidan Porsche issiqlik energiyasi ishlab chiqadi. Issiqlik energiyasini bo'lar keyin tokka aylantirib beradi. Birinchi nima bu? Porsche'ni ham o'ziniki ishonish. Porsche bilan bitta Porsche'ni eshitdim. Ana mashina ichidagi nimasiga o'xshayapti? Ha, mashinada to'rtta-yu. Bular bitta u ham yoqilg'ini yoqadi-yu. Bu ham aylanma harakat hisobiga tok ishlab chiqilgan. Porsche joyini ham ko'p qo'ygan.